Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 20-aprel 25-yil. 6 ta koreyskiy satinimizdan 2 metrlik ko'rpachalarimiz, labluba bezakchalik. Astari ham xuddi o'zidan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Paxtaga tayyor bo'ldi. Mana 55 ga 70 lik koreyskiy yostiqlarimiz, to'paklik, zamoklik. Mana tayyor bo'ldi. Nasib bo'lsa bu yostiqlarimizni ichiga alohida qop bo'lib, paxtasi solib, keyin ana bu zamoklariga kiyitilib, ko'paklari ochib ko'rsatiladi. Nasib bo'lsa tayyor holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana har bitta bo'limlari, mana har bitta bo'limlari alohida overlockdan chiqqan mana ko'pakchasi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin tikilishlarini. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Hali buni paxtalangan holatini ham sizlarga video qilib tashlayman orada.